Amerikadagi tunji Uyg'ur islom markazi 2024-yili 1-oyning 27-kuni Uyg'ur islom markazi hayatlari jamoatga 2023-yillik iqtisodiy xizmatlar haqida doklad berdi va yangi planlarini o'tirg'i qo'ydi. Savollarga javob berdi. Taklif fikrlarni angladi. Shundaqla erishgan natijalarni va o'zlarining eng yangi va zo'r bir xush xabarini jamoat bilan o'rtoqlashdi. Bu manzara kishilarga 2 yil burungi bir kunni, ya'ni Ramazonning tunji kunidagi echilish murosimini eslatdi. 2022-yili 4-oyning 2-kuni Amerikaning Virginia shtati atrofidagi har sohadan bo'lgan 100 dan ortiq kishi taklif bilan Fairfax shahar markaziga joylashgan 2 qavatlik bir binoning 2-qavatidagi kichikroq bir zalga yig'ilgan edi. Bu faoliyatga Uyg'ur jamoatini taklif qilgan 4 kishidan tarkib topgan bir hay'at bu yig'ilishning maqsadini, orqa ko'rinishini, tayyorlik jarayonlarini qisqacha tunishtirib o'tgandan keyin Amerika hukumati tarafidan boj kechirim qilingan tapovatsiz diniy organ bo'lib tizimga ilingan Uyg'ur islom markazining ochilganligini jakarladi. Bu markaz shundan boshlab Uyg'urlar orasida Uyg'ur masjidi degan nom bilan atiladigan bo'ldi. Shu faoliyatda masjid qilingan shu joyni setib olish plani o'tirg'i qo'yildi va iyoni to'plash ilib berildi. Qizg'in davom qilgan shu faoliyatda har qaysi soha arboblari va jamoatning qo'llashi bilan naq maydonda 250 ming dollardan ortiq iyoni to'plangan bo'lib, bu muhojiratdagi Uyg'ur jamoati orasida bir yangilik va g'ulg'ulga sabab bo'lib qoldi. Halbuki Amerikada tunji qitim Uyg'ur nomi bilan ochilgan to'liq rasmiyatlik bu masjidning maydonga kelishining orqasida jafoliq bir kechirmish va murakkab hikoyalar bor edi. 2018-yili Virginia atrofida yashaydigan Uyg'ur yoshlari Uyg'ur egilik tiklaguvchilar birligi nomida tashkillanib, Fairfax viloyatidagi bir joyni ijara olib, Uyg'ur jamoatini tashkilladi. Bu o'rin keyincha Uyg'ur markazi degan ism bilan tonildi. Uyg'ur egilik tiklaguvchilar birligi Amerikada yashayotgan Uyg'urlarni moddiy, ma'naviy, e'tiqod jihatlardan kuchlantirish maqsadida har xil faoliyatlarni qilgan. Buning ichida Uyg'ur yoshlarining diniy e'tiqodini kuchlantirish maqsadida boshlangan kashlik diniy suhbatmi bo'lib, 2019-yili Qurbon hayitida Uyg'ur egilik tiklaguvchilar birligining tashkillashi bilan hayit namozini Uyg'urlar mo'rini mo'rga tirab billa o'qidi. Zulmda qolgan vatani, xalqining asoratdan tezroq qutulishi uchun Uyg'urcha duolarni qildi. Shundan keyin shu joyda juma namozi o'qish boshlanib, Amerika Uyg'ur jamoatining kuchlanishi uchun turtkilik rol o'ynadi. Afsuski, uzoq o'tmay Xitoydan tarqalgan vaboning Amerikaga yomlishi sababidan bu faoliyatlar to'xtab qoldi. Xitoy vabosi Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning hayotini texmi qiyinlashtirgan 2020-yilimi o'tib, 2021-yili kirdi. Bu jarayonda Uyg'ur egilik tiklaguvchilar birligining a'zolaridan Zulfiqar Mustafa qatorliqlar Uyg'ur jamoatining faoliyatlarini asliga keltirish uchun kuchab boqqan bo'lsa-mu, Xitoy virusi vahimasi va boshqa sabablar tufaylidan Uyg'ur markazidagi juma namozini qayta boshlash mumkin bo'lmay qoldi. Bu jarayonda ular ko'p sohadagi kishilar bilan ko'rishib, biror o'rin tepib, Uyg'ur jamoatini yig'ish haqida izlandi. Ular Amerikadagi Uyg'urlarni juma namoziga o'xshash faoliyatlar bilan qarallik yig'ib turish, vatanda ahvoli borgan sari eg'irlashayotgan Uyg'urlar uchun amaliy ish qilishning va o'xshamagan tashkilot va guruhlarga bo'lingan Amerika Uyg'ur jamoatining ma'naviyatini ko'tarish, milliy ruhini e'tiqod asosida birlikka keltirish uchun amaliy ish qilishning fursati deb qargan bo'lg'ashqa, biror muvofiq o'rin tepib, juma namozini qayta boshlashni niyat qilgan edi. Mushu niyat bilan Zulfiqar qatorliq 4 kishi muqim iqtisodiy asos uchun o'z yonlaridan pul chiqarib, Uyg'ur biz sherkitini anga oldirib, ijara va boshqa chiqimlarni ko'tarib, yangi bir o'rinda juma namozini qayta boshladi. Yangidan tashkillangan Uyg'ur biz hayitining o'rinlashtirishida 2021-yildagi Qurbon hayit namozini Uyg'urlar yana birga o'qishga nasib bo'ldi.
Jamoat ishlari uchun o'zini atgan fidoyilar qo'shilishga boshladi. Uyg'ur jamoatining qo'llashi bilan ishonchisi oshgan Uyg'ur biz hay'at guruhi va fidoyilari texmi ko'p planlarni tuzishga kirishib ketdi. Ular dastlabki qadamda Uyg'ur biz shirkatining tijorat planini tuzib chiqib ish boshladi. Tijorat yanada Uyg'urning tijoratini qo'llash, Uyg'urning moddiy, ma'naviy turmushini beyitishni nishon qildi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalarini o'ziga ulgu qiladigan bu bir to'p Uyg'ur so'yarlar Uyg'urcha konvoy ko'ynak va do'p kiyib Uyg'urcha qiyofat bilan juratdi. Ular Uyg'urcha fasondagi kiyim-kechaklarni Turkiyadagi Uyg'urlardan to'p akilib Virginiyadagi bozorlarda setishga boshladi. Uyg'ur kiyim-kechaklarini Uyg'urlar va boshqa musulmon kishilar nihoyatda yoqtirib setib olishdi. O'ziga bo'lgan ishonchi oshgan Uyg'ur biz guruhining yigitlari 2021-yili 11-oyning 28-kuni juma namozi uchun ishiltayotgan joyda bir Uyg'ur bozori yarmankisi tashkilladi. Buningga qiziqqan Uyg'urlar 40 dan ortiq setish o'rinlari uchun tizimlatdi. Tushga yaqin boshlangan Uyg'ur bozoriga kelganlarning oyig'i uzilmadi. Bozorda yemak-ichmakdan tortib kiyim-kechak, hatto kitoblargacha bozorga selindi. Uyg'urlar qurgan kompyuter shirkatlari va o'ymilik vositachilarimi maxsus o'rinlarni elib, o'z tijoratlarini tashviq qilishdi. Kavobdan tortib non sangzig'icha, pochoq, so'g'oqashdan tortib o'pki yisqichi bo'lgan Uyg'ur tamoqlari, kala go'shi o'girsi bozorni ajoyib qaynam tashqinlikqa cho'mdirib atgan edi. O'pki yisqlar qancha qilsimi ehtiyojni qondira olmay tugab ketdi. Kala go'shi o'girsi uchun o'chirib turgan kishilarga tamoq yetishmadi. Tush bilan avjiga chiqqan bozorda odam shu qadar ko'p ediki, kishilarga bu manzara xuddi vatanning 2016-yildan burunqi biror Uyg'ur bozori mush yerga ko'chib kelgandekla tuyg'u berdi. Nurg'un kishilar Amerikada shuncha yashab, bundoq ko'p Uyg'urni ko'rib boqmagan edi. Nurg'un Uyg'urlar bir-birini tunji qitim ko'rmoqda edi. Bu bozorda gilam, o'sniqatlardan tortib, o'sma urug'largacha setildi. Kishilar ehtiyoji bo'lmasimi, qo'llash yuzasidan yoki seg'inishdan bo'lsimi setib olishdi. Narsa kerak sotqanlarning orduqi chiqdi. Birinchi qitimliq Uyg'ur bozorda Uyg'ur jamoati uchun xo'shallik bo'lgan bir ish e'lon qilindi. Uyg'ur jamoatining muqim bir yerni ijara elib, masjid qilishi uchun Yaponiyadagi Danish shirkati o'z iqtisodidan 5 million yen, ya'ni 45 ming dollar pulni bu ishga iyona qilgan edi. Uyg'ur biz shirkati Amerikadagi turli yarmankilar va musulmonlarning cho'ng tipdagi madaniy va ijtimoiy faoliyatlarga qatnashib va shundoq faoliyatlarni tashkillab, tijorat qilish bilan bir vaqtda har fursatda Uyg'ur vaziyatini kuchab tunishtirib mangan. Uyg'ur biz yigitlari 2022-yili 3-oyda 2-qitimliq Uyg'ur bozori yarmankisini tashkilladi. Bu qitimliq bozormi burunqidek qaynam tashqinliq ichida o'tdi. Bu bozorda Uyg'ur biz shirkati yana bir xo'sh xabarni o'rtoqlashdi. Ya'ni o'zlarining Uyg'ur masjidi qurish uchun zo'r qadam tashlab, Türk jamoati ilgari masjid qilgan bir o'rinni ijaraga olganligini. Bu yerning Uyg'urlarning islom markazi sifatida turli diniy va ijtimoiy faoliyatlar uchun bir haftadan keyin ochiladiganligini Uyg'ur jamoatiga jakarladi. Jiddiy tayyorliklar bilan Ramazonga ulgurtib ochilgan Uyg'ur masjidi Ramazonning 1-kunidan boshlabla Uyg'urlar uchun vatandagi burunqi qaynam tashqinlikqa to'lgan Ramazon oqshomlarini eslatadigan bir so'ringa aylandi. Ramazonning dastlabki kunida 30 kunning hammasiga iftorlik beradigan odamlar tizimlatib bo'lg'ashqa iftorlik beratdiq deganlarga navbat tegmadi. Virginia, Washington DC, Maryland atrofidagi Uyg'urlar tunji qitim o'z masjidida tarovih namozini mo'rini mo'riga tirab sap-sap bo'lib o'qidi. Namozga hofiz Uyg'ur yigitlari navbat bilan imomlik qildi. Her kundaki vitr dualarida Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun, Uyg'urlarning beshiga kelgan bu eg'irchiliklarning ko'tarilib ketishi uchun duolar qilinadi. Nurg'ulg'an kishilarning har sajdada o'z masjidida o'z qarindoshlari bilan namoz o'qib, duo qilganidan vujudlari titrab, ko'zlariga yosh keladi. İftar vaqtidagi ko'ngillik,
qizg'in kayfiyat, musofirchilikdagi Uyg'ur jamoatining hayotidagi jiddiy kam bo'layotgan ba'zi narsalarni to'liqlayotganligini va bu masjidni barpo qilishdagi asosiy maqsadning nimaligini ifodalab bergandek qiladi. Uyg'ur masjidi zamonaviy texnika va ilg'or boshqarish usullari bilan sistemalik barpo qilingan bir organ bo'lib, jiroqdan tizginlaydigan uskunalar, barmoq izi bilan echiladigan eshiklar, yuqori sifatlik masjid to'r bekiti, ijtimoiy aloqa applari bilan yurishlashgan mulozimat va xizmat guruhlari Uyg'ur masjidining ish unumini tezlik yuksaltirgan. Şuna uzun o'tmay Uyg'ur masjidi boshqa millatdan bo'lgan ilg'or musulmon yoshlarni o'ziga jalb qilgan bo'lib, juma kunidagi jamoatning yarmiga yaqin qismini boshqa millat musulmonlari egallaydi. Uyg'ur jamoati buning bilan bir tarafdan qarindoshlik va Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning ahvolini boshqa musulmonlarga yetkazayotganligidan xushallangan bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'urlarning boshqa musulmon jamoatiga yetakchilik qilayotganligidan faxrlanadi. Undan boshqa masjidga kirgan kishi xuddi e'tikof jamoasining darvozasi ustidan yo'qolgan lavha bu yerga ko'chib kelgandek bir vatan tuyg'usini va hamma yerda Uyg'urlik yig'ib turgan bir holatni his qila oladi. Uyg'ur masjidining hay'at a'zolari Virginia, Washington DC va boshqa shtatlardagi ko'plagan islom tashkilotlari va masjid jamoatlari bilan qo'yiq aloqa bog'lagan bo'lib, Amerikadagi islom tashkilotlari orqali Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiligini islom dunyosiga tunutishdan iborat har qanday bir faoliyatni qo'ldan bermay harakat qiladi. Uyg'ur masjidini boshqarishda Amerika va Yaponiya qatorliq davlatlardagi muvaffaqiyat qozongan ilg'or islom organlarining tuzilmasi qo'llanilgan bo'lib, masjidning boshqarish hay'ati uzun yillik tajribaga ega, ijtimoiy faoliyatlarda aktiv va ilg'or ideyadagi 4 kishidan tashkillangan. Maslahatchilar guruhi o'qimishliq, dindor ziyolilardan tashkillangan bo'lib, diniy ibodat masalalarida yetakchilik qiladigan muftiy ustozlar bor. Undan boshqa masjid boshqarish sistemasi necha o'nligan kuchlik fidoyilar guruhi va iqtisodiy destek a'zolar guruhi qatorliq tarmoqlardan tarkib topgan bo'lib, ishlar, strategiyalik planlar kengash orqali qaror qilinadi va yo'lga qo'yiladi. Uyg'ur Islom markazining qurg'uchi 4 kishilik hay'at a'zolari bo'lsa, Qaysar Seyit, aktiv Uyg'ur faoliyatchi va jamoat arbobi, torbi xatarligi mutaxassisi va o'qituvchisi. 2022-yili Uyg'urlar uchun zarur bo'lgan ochiq manbalik istixborot qo'llanmasi nomli kitobni tuzib haqsiz tarqatgan. Arslan Abdurazaq, uchur texnikasi mutaxassisi, yumshoq detal injeneri, aktiv Uyg'ur faoliyatchi. O vatandagi vaqtida bilik tor bekitini qurib chiqqan bo'lsa, Uyg'ur masjidi uchun organ tor bekitini yasab chiqqan. Zulfiqar Mustafa, Yaponiya Tokushima islom markazi Tokushima masjidining sobiq prezidenti va qonuniy vakili. Egilik tiklugichi, Yaponiya halol kavob va donish shirkatlarining qurg'uvchisi, aktiv Uyg'ur faoliyatchi. Muhammad Mahmad, Uyg'ur egilik tiklugichilar birligining qurg'uvchilarining biri. Kompüter programma injeneri, H&M Fix şirketining qurg'uvchisi, aktiv Uyg'ur faoliyatchi. Muhammad 2023-yili 5-oyda o'tkazilgan Shimoliy Amerika islom uyushmasining Yasir Qozi, Numan Alixon boshliq yuzlagan islom ulamolari qatnashgan 30 ming kishilik yillik yig'ilishida Uyg'ur masjidiga vakolatan nutq so'zlab, islom dunyosining Uyg'urlarga qilinayotgan zulmlarga sukut qilganligini qattiq tanqidlagan. Uyg'ur masjidining imomligiga Amerikada o'sib cho'ng bo'lgan Azhar universitetida ilm olgan Uyg'ur yigiti Yasir Qori bilan Misr va Turkiyada bilim oshirgan Abdurazzoq Qori almishib Uyg'ur va ingliz tillarida juma xutbalarini so'zlaydi. Undan boshqa New York, Pensilvaniya qatorliq joylardan kelgan Uyg'ur, O'zbek, boshqa millat imomlarimi taklif bilan juma namozlariga yetakchilik qilgan. Ba'zida masjid hay'atidagilarmi zaruriyat tug'ilganda juma namoziga xatiblik qiladi. Necha o'nlagan ayol fidoyilar ishdan sirtqi vaqtlarini masjid va jamoat xizmatlariga atagan. Yana nurg'unlagan saxovatchi Uyg'urlar oz ko'p demay masjidni iqtisodiy jihatdan qo'llab,
her ayda muqim pul kirdigan qilib qo'yatdi. Yana boshqa chiqimlar uchun jamoat fondi ta'sis qilingan edi. Bu fond her juma kuni namozdan keyin jamoatga tarqatadigan polo va boshqa chiqimlarni o'z ustiga olgan bo'ladi. Masjidning kirim chiqim, hisobot ishlari masjid qurilgandan boshlab jamoatga aniq qilib, qarorlik e'lon qilingandan boshqa masjid tor bekitida yangilanib turadi. Uyg'ur masjidi her aylık ijara haqqı uchunla $6000 atrofida chiqim qiladi. Undan boshqa chiqimlarmi oz emas edi. Chiqimlarni tejash uchun masjid tor bekitini qurishdek texnikalik ishlardan tortib, masjidning tozliq, bezash, sirlash va remontigacha bo'lgan ishlarning hammasini masjid hayatlari va fidoyilar o'zlari bir qo'lliq qilib chiqqan. Masjid setilish uchun ketadigan iqtisod jamlash uchun Uyg'ur masjid hayatlari to'xtamay tirishayotgan bo'lib, ular bu organ qurilgandan boshlab har oyda o'z yenidan pul chiqarish bilan qolmay, kunlab, haftalab vaqtini va zehnini chiqarib kelmoqda. Ular yana xizmat, oila va dam olish vaqtlarini qurbon qilib, bozorlarda mal setib, Qurban hayitda qo'y koli setib, hamma foydasini masjid iqtisodiga qo'shib ma'gan. Dastlabda hay'atlarning o'z yenidan $300 chiqarib, her ayda $30, $50 yig'ilgan pullar bilan vujudga kelgan kichik bir organ. Qisqagina 2 yil ichida echilish murosimida yig'ilgan $250,000 2023-yili Ramzondagi 2-chi qitimliq iyoni yig'ishda tushgan $150,000 2023-yili 9-oyda Uyg'ur Islom markazi tashkillagan Virginia atrofi, Boston, Texas, New York'taki Uyg'ur va boshqa musulmon jamoat vakillari qatnashgan iyoni to'plash ziyofatida yig'ilgan $230,000 va $200,000 atrofidagi va'da qilingan nesi iyonilarni qo'shganda $1 million ortiq mablag' to'plagan cho'ng bir organga aylangan. Iqtisod va xizmatdan boshqa Uyg'ur masjidiga kelgan og'ir besimlarni odatdagi odamlar his qila olmasligi mumkin. Xitoy doiralari Uyg'ur masjid hayatlari va ularning urug' tuqqanlariga parakandichilik selib keldi. Ularning qilayotgan ishini qat'iy to'xtatishi kerakligi haqida tahdidlarmi keldi. Ammo bu Uyg'ur yigitlari hech qachon to'xtab qolmadi. Undan boshqa masjidning echilishini yoqtirmagan, masjid haqida xilma-xil baho bergan o'sak so'z tarqatganlarmi bo'ldi. Masjidga hech qachon qadam besib boqmagan yoki yilda biror qitim berib qolgan ba'zi Uyg'urlar masjidda Uyg'ur haqida gap bo'linmaydi ekan, ummatni ta'kidlaydi ekan degandek gaplarni tarqatsa, Uyg'ur bo'lmagan musulmon tashkilotlari va jamoatlari ichidan ba'zilar Uyg'ur degan millat nomini masjidga qo'yib olish millatchilik, qavmiyatchilik deb topqilatdi. Masjidning mustaqil taraf tutmaydigan diniy organ tuzumiga qarta uni qilmadi, buni qildi, billa qilmadi degandek odamni charchitadigan so'z cho'chaklarmi oz bo'lmaydi. Garchi Uyg'ur masjidining yigitlari duch kelgan masalalarni, ziddiyatlarni joyida hal qilib, pasillik fikr anglash yig'ini qilib tushuntirib ma'olgan bo'lsa-mu, ba'zida ularmi charchab yiqilib qoladi. İşlarning to'liliqidan charchigan Zulfiqar jiddiy qutqizishda haftalarcha va uyida oylarcha midirlay olmay yetib qolgan. Ramzonning oxirgi kunlari charchashdan oralliq qolgan Arslonga kelishmaslik bo'lib, og'ir qatnash hodisasiga uchirgan ahvollar bo'ldi. Ammo masjidlarimizni chiqib, xalqimizning e'tiqod va g'ururini payxon qilayotgan Xitoyga qarshi Uyg'ur masjidi qurish va Uyg'urlarning e'tiqodini qo'g'dashning eng unumli qarshi turish ekanligiga ishonadigan yigitlar to'xtab qolmadi. Bu yigitlar shuningga kuchlik ishonatdiki, Muhammad alayhisalomning hijrat qilgandan keyin Madinada qilgan tunji ishi masjid barpo qilish bo'lgan. Shu orqali o'qitish, jamoatchilik, musulmonlar orasidagi birlik, barobarlik, bozor va tijorat tuzumi qatorliq ishlarni vujudga chiqargan va bu ish keyin Makkani qaytarib olishning asosi bo'lib qolgan. Shunga vatanidan ayrilgan Uyg'urlarning yurt makonlarini qaytarib olishi uchun bir yo'l xaritasi bo'lishi kerak. Uyg'ur masjidi qurilgandan beri Uyg'ur jamoatini misli ko'rilmagan bir shaklda uyushtirib, ittifoqlashtirib keldi. Hayit namozlari necha yuzlagan Uyg'urlarning qatnashishi bilan o'qildi.
Heyetlik yig'ilishlar, ramzonlik faoliyatlar, juma namozlari, masjidda bo'ladigan nikoh va boshqa milliy urf-odat xarakterlik faoliyatlar Uyg'urlarning moddiy va ma'naviy hayotiga ko'p o'zgarishlarni qo'shdi. Uyg'ur Islom markazi Uyg'urlarning bir diniy, ijtimoiy tashkiloti bo'lish sifati bilan Amerika Davlat Ministerligi, shtatlik va shaharlik hukumat tarmoqlari tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlashib va lobbichilik faoliyatlarini jonlantirib, Uyg'urlarning qiyinchiliklarini va masalalarini hal qilishga tirishib keldi. Bundaq faoliyatlardan panohlik ishlari, yeshil kart, vatandoshlik iltimoslari haqida maslahat berish, sog'lomlik va psixik masalalar haqidagi yordamlar qatorliqlar bo'lib, Uyg'ur Islom markazi besilib yotqili necha yillar bo'lgan mingdan ortiq panohlik iltimoslarining hal bo'lishida turtkilik rol o'ynagan. Undan boshqa Uyg'ur masjidi Uyg'urlarning madaniy turmushini jonlantirish uchun piknik, dala yurishi, xilma-xil tantarbiya faoliyatlarini tashkillagan. Uyg'ur masjidida Qur'on darslaridan boshqa yana cho'nglar uchun ingliz tili darsi, har xil texnikalik tarbiyalash kurslari, bolalar uchun maxsus darslar va oilaviy ko'ngil ichish faoliyatlari tashkillanadi. Amerikada tug'ilib o'sgan Uyg'ur bolalar va yoshlarga haftalik Uyg'urcha dars ta'sis qilingan. Uyg'ur masjidi dunyoning har qaysi joylaridan Amerikaga kelgan musofir Uyg'urlarga turalg'u va iqtisodiy yordam hal qilish, advokat tutish, panohlik iltimosi, tarjimon tepish qatorliq ko'p jihatlarda tinimsiz yordam qilib kelmoqda. Uyg'ur Islom markazi 2023-yilning keyingi 20dan boshlab Uyg'urlar uchun muqim va muvofiq bir o'rinni setib olish uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatgan bo'lib, muvofiq ko'rilgan ba'zi o'rinlarni elish uchun iltimoslar sunilgan. Eng oxirida Uyg'urlarning uzoq mezgillik manfaatini chiqish qilib, yer setib olib, Uyg'ur jamoati uchun universal islom markazi qurish qaror qilingan. 2024-yili 1-oyning 27-kuni Uyg'ur Islom markazi hayatlari 2023-yillik iqtisodiy xizmatlar haqida doklad berganda jamoatga o'zlarining eng yangi xo'sh xabarini e'lon qilgan bo'lib, Uyg'ur Islom markazi yaqinda 14 aykir zaminni setib olish uchun to'xtamlashib, oldin zakalat puli topshirgan va Uyg'ur Islom markazining qurilishi uchun o'ymilik shirkatlar bilan dastlabki loyiha va planlarni tuzgan. Bu yer Uyg'urlar zish o'ltiraqlashgan Virginia Fairfax viloyatida bo'lib, bu yerga masjid, maktab, jamoat markazi, tantarbiya maydoni, futbol maydoni, mashina to'xtatish o'rni qatorliqlarni selish uchun masjid hayitidagilar munosabatlik hukumat o'rinlari bilan ko'rishgan. Ham tasdiq iltimos uchun kasbiy shirkat, advokatlarni yollagan va qolgan iqtisodni yig'ish uchun harakatga o'tgan. Amerikadagi Uyg'urlar uchunla emas, balki muhojiratdagi barliq Uyg'urlar uchunmi eng cho'ng bo'lgan, yurishlashgan bir islom markazi bo'lib qoladigan bu qurilish albatta hamma Uyg'urning moddiy va ma'naviy qo'llashlari orqali vujudga chiqadi albatta.